Akalar tayyor kirdikli qora jentra so'raganlar juda ko'p edi. Men sizlar uchun tayyor navrotligidan topib qo'ydim. Mashina 2022-yil Elegant Plus pastasi bo'ladi. Kraskalar top-toza ekan. Mashina 96 ming kilometr yuribdi. Tayyor injektor propanlar qo'yilgan. Undan tashqari Amerikankani ham originaldan taqib qo'yishgan ekan. Zimmerletlari bilan 4 yumshoq yangi Largo balon taqilgan. Tonirovka ruxsatnomalari bor. Medical footlatch qo'yilgan ekan. Salonlarni ham ko'rsatilgan bo'lsa, salonlar ham tinch bo'lib turibdi akalar. Chexol bo'ladi, ammo yonmondan taqib qo'yishgan ekan. Malibu'ki barlari bor, Malibu'ki rul qo'yilgan. Polni salon assistena qilingan. Android monitorlarni ham yomondan taqib qo'yishdi. Mashinaga probeglari aytganimizdek 96 ming kilometr yuribdi. Konditsionerlari ham zo'r holatda ishlab turibdi. Kuzov holatlarini ko'rib turibsizlar, tinch bo'lib turibdi. Hech qayerda sarapini o'ygan, qirilib silgatgan joylari yo'q. Orqalariga o'ptira stoplarni ham originaldan taqib qo'yishgan ekan. Bagaj holatlarini ko'rsatilgan bo'lsa, bagaj holatlari ham top-toza holatda. Aytganimizdek injektor propanlari bor mashinani. Xullas mashinani hozirgi vaqtda hech qanaqa rasxodlari yo'q, kelib bemalol tekshirib ko'rsalaring bo'laveradi. Mashinani narxiga keladigan bo'lsa, akalar egalari 3700 dollardan tushib beramiz deyishyapti. Mashinani aytganimizdek tayyor banki bor. 1 yil yaqin bank to'lab qo'yilgan ekan. Oylik to'lovlari 5 million 200 mingdan chiqibdi. Batafsil ma'lumot uchun pastdagi nomini qoldirib qo'yapmiz. Telefon qilib bemalol baraka qilishlaring mumkin.